Hop, mana yana bitta yangi obyektimiz tugadi. Yana shunaqa yangi fasonda hozirgi kunda urfda bo'lib turgan mana shu однотонный fasonni qilib berdik. Bu yoqda video oxirigacha kuzatamiz. Qanaqadan ishlatganimizni, shular haqida ham ketadi. Obzorlar nima ishlatilgan. Hop, bunda buni e'tibor qilinadigan joyi mana turbalarni tushirib berdik. Ana bu yonlarini ham o'zidan shunaqangi qilib qavat-qavat qilib ko'rinib turibdi mana. Shunaqangi holatda qilib berganmiz. Mana bu yog'ini o'zidan butun qilib yopilgan holatda. Hop, bu yerdagi bizning ishlatilgan materiallarimiz 04 dan ishlatganmiz. Shunaqangi ajoyib holatda qilib berilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yoqda turbalar butun holatda tushirib berilgan. Mana bu yoqlari shunaqangi ajoyib holatdagi hozirgi kunda urfda trendda bo'lib turgan delali fasonni rombik holatda qilib berdik. Ko'rib baho berasiz. Mana juda ham ajoyib holatda. Bu yerda ham e'tibor qilinadigan narsa mana bu yoqdagi mana ko'saklar qarang. Esda qolsa mana bu ko'sak. Mana bu yoqdan bir xil. Mana bu yoqdagi ko'sak, mana bu ko'sak. Mana bu yoqdagi bilan bir xil. Shunaqangi holatda juda ham ajoyib holatda simmetrik shaklda keltirilgan bu ishimiz. Bu ishimizga o'sha 04 tinkadan ishlatdik. Hop, umumiy hisobda ana shu tashqari qoshimiz, mana shu ayvon, mana bu ayvon, mana bu yoqlari bilan to'liq qoshi, bu afifka bu yoqdagi qoshlar bilan hamma yog'i umumiy hisobda 342 kvadrat tunka ishlatdik mana shu yoqda. Keyin undan tashqari mana truba 50 metr, ana shu suv oqar trubasi 50 metr mana bu suv oqadigan navlarni qo'yib berganmiz. Umumiy hisobda mana shu yerda bitib chiqishi trubasi, shu navi, mana bu tunuka foni hamma yog'i ichida 61 million 500 ming so'mga bitib chiqdi ana shu ishimiz. Ko'rib baho berasizlar. Juda ham ajoyib holatda keltirilgan, hamma yog'i o'lchangan holda, bir xilda keltirilgan. Kimga shunaqangi tunuka sifatli tunuka fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamga murojaat qilasizlar. Shunaqangi chiroyli va ajoyib holatda qilib beramiz. Juda ham sifatli mana shunaqangi holatda chiqadi, ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqangi sifatli holatda chiqarib beramiz. Inshaalloh murojaat qilsanglar kuzatishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.